ishdan pishdan kiyib olsang bo'lmaydimi? Jirtillamay o'l. İçim sıkılıp gitti. Otabek! Eshitmayaptimi? Otash! Ha, oyi. Ana qo'shni xolanikidan bor. Og'zingdan osing bormi? Yo'q. Yut. Yirtaman. Hozir dadangga aytaman. Putinni ayiradi. Oyi, dada birlashtirib nima qilasiz? O'zimiz hal qilamiz. Mana nima so'rasangiz olib beraman, oyi. Muammo yo'q. Mayli. Kechirdim. Erkak kishisan. Bir marta chaksang chakibsan-da. Dadangga ham aytmaymiz. Kechirdim. Menga iPhone olib berasan. Xo'p, onajon, siz uchun olib beraman yangisidan. To'rtta. To'rtta iPhone nima qilasiz? Bittasini ishlating, sizga yetadi-ku. Dugonalarimga bo'lib to'lashga beraman. Oyi, sizdan mashinalikni hidi kelyapti-da. Hozir sen ham dadangga aytsam, chala murdaning hidi kelib qoladi. Oyi, menda uncha pul yo'q, qayerda olaman? Shunday malika bozoriga bostirib borasan, Credo Market degan magazin bor. U yoqda Shahriy degan bratishka ishlaydi. Mani ismimni aytsang, yanada arzon qilib beradi. Oyi, baribir to'rtta ko'pda, tushunyapsizmi? To'rtta. Unda dadangda ikki og'iz gapim bor. Dadasi! Oyi, iltimos. Ha o'g'lim, tinchlikmi? Onajonim bir iltimos qiluvdilar. Shuni hal qilaman deb chiqib ketyaptimi? Onangga aytdimi? Zing'illa. Mayli onajon, yaxshi o'tiring, tezda qaytaman. Nos chakkan ishlaringsiz. To'rtta ham aytadimi? Shahriy bratishka shu ishlaydi. Shahriy bratishka bilmadim-ku, lekin shahriy olmanman. Zilol opa sizga salom aytib yubordi. Zilol opa? Nima kerak? MacBookmi, Apple'mi, Androidmi, nima telefon kerak desangiz, bo'ldi, любой payt, oka. Shu 17 Pro Max bering. Zilol opam uchun trendi berangdan qilib beraman. Faqat 4 ta. Mana oka, so'ragan 4 ta iPhone'ingiz, xohlasangiz naqdga, xohlasangiz bo'lib to'lashga olsangiz bo'ladi. Bitta dona pasport bo'lsa bo'ldi. Zilol opamga pasport ham shart emas, javob. Oka, qiziqda, nimaga siz ham onamdan cho'chiyapsiz? Oka, xullas Zilol opam bilan meni onam yaqin o'rtoqda. Meni juda yaxshi taninglar. Bir kun eshikdagi chakayib tursan, ko'rib qoptilar-da, oka. Duxo bo'lganlar. Eslatmang shu kunni, oka. Ha jannatim onam.